başında, gencimleri kaşında, Feren roman başında, gencimleri kaşında, Kızı neçe yaşında, şu kız neçe yaşında, kaygı alem başında, kaygı alem başında. Su geledi başına, değirmanlı taşından, su geledi başına, değirmanlı taşından. Ekegine aylansın, ağağına aylansın, gözden akan yaşından, gözden akan yaşından. Kolları turlama, Öpçül yolu yurlama, kolları turlama. Yurtumuza bir geldi mükemmizli horlama, yurtumuza niçe geldik mükemmizli horlama. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy, ala göz gel beri hey, kara göz gel beri. Ala be, hey, ala be. Şu kızlı işörümde derdi var. Ala göz boy boy boy, kara göz boy boy, ala göz gel beri hay, kara göz gel beri. Yeah, çal. Oh, shake. Oh. Why? Yeah. So. Yeah. Yeah. Sen özün bir yana, ben özüm bir yana. Sen özün bir yana, ben özüm bir yana. İşkime devler boladı, işkimde veler boladı. Nasıl ki sen ayağına, erkek sen ayağına. Ala gözü boy boy, kara gözü boy boy. Ala gözü hey. Uçup para diye paradı, Üçümü yanıp para diye paradı, Pırpırım uçup para diye paradı, Üçümü yanıp para diye paradı.
öpmedim kara göz. Leyle binden bir öpmedim kara göz. Dağlar atıp para diye bana oyna. Ala göz canından oyna. Kara göz boyandan oyna. Ala göz canından oyna. Kara göz boyandan. Giya Corala babısla Giya Corala. Şadi sabahlarına dışarı olmalı. Lale bir şadene barbu kumar olmalı. Yerine bulmazsası zarına zar olmalı. Arara yok bir şey aşık zar olmalı. Söyleme abi senin ekibini sever yarısı. Ala göz boy kara göz boy. Ala göz gel bere hey kara göz gel bere. Ala göz boy kara göz boy. Ala göz gel bere hey kara göz gel bere. Ala göz boy kara göz boy. Ala göz gel bere hey kara göz gel bere. Ala göz boy kara göz boy. Ala göz gel bere hey kara göz gel bere. Ala göz boy kara göz boy. Ala göz gel bere hey kara göz boy. Ala göz gel bere hey kara göz gel bere. Ala göz boy kara göz boy. Ala göz gel bere hey kara göz gel bere. Katta rahmat etamiz. Bugungi fayz oqshomlarimizni davomiy qismlarda o'zini xush xonishlarni e'tiborimizga taqdim etayotgan elimiz suygan xushovoz xonanda Dostonbek Ibodullayevga unga bugun jor bo'layotgan professional sozandalar ansambliga, raqsimizni go'zal malikasi raqqosa qizimizga, barcha ijodiy hamkorlarimizga kattakon rahmat deb qo'yamiz.
Avvalambor assalomu alaykum hurmatli aziz yurtdoshlar, qadrli mehmonlar. Assalomu alaykum bugungi to'y oqshomlarimizni uzoq va yaqindan o'zlarini yaxshi niyatlar bilan qutlab kelgan baxtli zamonamizning baxtiyor insonlari. Xush kelibsizlar, xushvaqt bo'linglar. Bugun qarangki, o'zbek xalqimizni, o'zbek elimizni yana bitta osoyishta kunlarda, baxti butunlikda, sihat salomatlikda, aynan o'zbekona urf-odatlarimizda, o'zbek oilalarimizni yana bitta quvonchli kunlarda diydorlashmoqdamiz. Avvalo bugungi diydor onlarini har birimizga yetkazgan Alloh taolomizga bugun qalbimiz qo'ridan hamd va sano aytamiz. Demakki bugun ayni mana shu mahallamizda elimizda istiqomat qilib kelayotgan Razzoqovlar oilasida unutilmas tarixiy sanaga barchamiz ham guvohi bo'lmoqdamiz. Albatta bugun barchamiz ham o'zgacha quvonch bilan, o'zgacha shodiyona bilan ushbu oilamiz vakillariga, aynan kechamiz shahzodasi bugun Azizbek do'stimizni baxt koshonasida, baxt atalmish bugungi ajoyib kunlarda barchamiz ham guvohi bo'lmoqdamiz. Kelingki, ushbu tantanamizni qutlab kelayotgan biz qadrli yurtdoshlarimizga yuzlanamiz va ular tomonidan yosh oilamizga bo'lgan barcha sulolamiz vakillariga bo'lgan tabriklarimizni birgalikda aynan ijodiy hamkorimiz bo'lgan Shohrux Media studiyasi bilan birgalikda qabul qilamiz degan umiddamiz. Albatta bugun muhabbat osmonida yana ikki yulduz o'zining yorqin nurlarini socha boshladi. O'sha yulduzlardan biri kechamiz shahzodasi Azizbek bo'lsa, yana biri Mohinur kelinchagimizdir. Aynan bugun O'zbekistonimizga yarashiqli yana bir mustahkam oilani bunyod etayotgan istiqbolli yoshlarimizga bo'lgan tabriklarimizni davom ettirguvchi Ozodbek qaynotamizni yaqin do'stlar tomonidan Qadamboy akamizga yuzlanamiz va ular tomonidan tabrik niyatlarimizni Maqsudbek to'yxonasida birgalikda qabul qilamiz degan umiddamiz. Aytamizki, toza tilaklarga beshikdir dunyo. Ocha olsak jannatga eshikdir dunyo deymiz. Hayotimizni har bir daqiqasi go'zal onlarga, sururli daqiqalarga boy bo'lsin. Yana bir bora barcha sinfdoshlarga bugungi hurmatli qadrdonlarga, yoshlarimizni baxt ayyomlari, unutilmas kechamiz yana bir bora muborak bo'lsin.